Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Xayrli kun bo'lsin. Salomatmisiz? Dunyodoshlar bilan charchab qolmayapsizmi? Mana koreyalik Muhammad qori tuxum achyapti. Koreyada bolalar bog'chasida bolalar o'zlari tuxumini achib, o'zlari yeydi. Mana hozir Muhammad qori men achishimga qaramaydi-da, o'zim achishim kerak, o'zim qilishim kerak deydi. O'zim bajarishim kerak. Mana qo'limga hozir tupurib, qo'limga tupuraman, qo'limni to'g'rilayapti. Musor idishingizga soling o'g'lim. Koreyada o'sha bolalar bog'chadan uyqudan turgandan keyin o'zlari achishadi, o'zlariga buyuradi. Har qanaqa ishni o'zi qilsin mustaqil deb o'zlariga buyuradi. Shuning uchun hani Muhammad qori ham hozir O'zbekistonda Koreyaning tartib-qoidalarini buzib yuboryapmiz ish qilib. Anchagina buzib qo'ydik tartib-qoidalarini Koreyani. Biz anaqa qila olmayapmiz. Tishlarini yuva olmayapti Muhammad qori. Tuxumlarni acholmayapti. Biz shunga sharoit qilib bera olmayapmiz. O'zi kechirsin. Ko'p yerdan olish mumkin emas bularda. Yerdan olib cho'ntakka solish mumkin emas. Yerdagi narsani olish mumkin emas. Mana endi meni Muhammad qorim voy sharmanda yerdan olib yeyapti. Ay ay ay.